Bugün 16 iyun 2026 yıl. Mevzumuz yakka hakimlik rejiminin kan tamirleri deb nomlanadi. Kaygısı Özbekistan, davası Türkistan bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Quyida aytadigan fikrlarim tuzumdagi vijdonli, marhamatli, xalqiga joni achiydigan mutaxassis va mulozimlarga aslo aloqasi yo'q. Har sohaning yaxshilari bor. O'sha yaxshilar tufayligina davlatimiz oyoqda turibdi. Ularning hurmatini joyiga qo'ymoq burchimizdir. Xo'sh, yakka hokimlik rejimining qon tomirlari nimalardan iborat? Poraxo'rlik, korrupsiya, monopoliya, moddaxizm va soxta saylovlardir. Yuqorida ta'kidlangan illatlar jamiyatning barcha qatlamlariga kirib borgan. Hatto aytish joiz bo'lsa, alohida sohaga, alohida tarmoqqa aylanib ulgurgan. Bu 5 ta illat ichida beozor ko'rinadigan ikkitasi juda muhim. Bular moddaxizm va soxta saylovlardir. Moddaxizm, yaloqi yozarlar iblisdan ham tuban tushganlarni farishta darajasiga olib chiqib targ'ibot qiladigan mexanizm bo'lsa, soxta saylovlar bularning hokimiyatga kelishini legitimlashtirib, ya'ni qonuniylashtirib beradigan mexanizmdir. Aslida deputatlar hukumat bilan xalq o'rtasida qurilgan ko'prik vazifasini bajarishi kerak. Bizning deputatlar esa o'sha ko'prikka shlagbaum qo'yib, qorovullik qilayotgan posbonlarga o'xshaydilar. Nega shunday? Chunki bu deputatlarning ko'pchiligi saylovchilar ovozini soxtalashtirish evaziga deputat bo'lganlar. Bunday deputatlar xalqning ovozini eshitadimi? Xalqning dardini tinglaydimi? Xalqning muammolarini ko'tarib, hukumatning oldiga talablar qo'ya oladimi? Yo'q, albatta. Chunki tillari qisiq. Tili qisiqdan esa talabgor ham, haqparast ham chiqmaydi. Shu sababdan mamlakatimizda yuzaga kelgan barcha muammolarning ildizi yakka hokimlik boshqaruvi tizimidadir. Mana shu yerda yakka hokimlik boshqaruvi tizimi samarali ishlamaganligidan muammolar yillar davomida yig'ilib bugunda katta fojialarga olib kelgan turfa fojialarning ichida yashayapmiz. Prezidentga, bosh vazirga muammolarni hal qilishda yordam berishni so'rab minglagan maktublar yozilyapti. Xo'sh, muammolari hal qilib berilyaptimi? Yo'q. Hatto maktab qorovulligi ham pora berib joylashayotgan ekan. Demak,
bu milliy davlatchiligimizning cho'kkanini ko'rsatadi. Bu rejim mamlakat boyliklarini talon qilmasdan, byudjet mablag'larini o'marmasdan, porasiz, korrupsiyasiz yashay olmaydi. Saylovlarni soxtalashtirmay hokimiyatga kelolmaydi. Bu rejim pora va korrupsiyadan, talon va o'marishdan nafas oladi va jon saqlaydi. O'z nafsidan boshqasini tan olmaydiganlarga millatga oqibatli, milliy davlatchiligimizga sadoqatli, vatanga muhabbatli bo'lmoq kerak degan da'vatlar, chaqiriqlar sariq chaqaliq qiymat kasb etmaydi. Shunday ekan, takrorlashdan charchamaymiz. Prezidentlik yakka hokimlik rejimidan parlament boshqaruviga o'tilmas ekan, mamlakatimizda ko'ngildagidek ijobiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Aytgancha, yaqinda Oliy sud raisining ishdan olinishi, oldinroq esa Sog'liqni saqlash vaziri va vazir o'rinbosarlarining vazifasidan ozod etilishi sodda xalqimizni allalash orqali umidlantirishning yangi o'yinlaridan biridir xolos. To'rtlik: xamirni kim yozar? O'qlovi unda. Ro'yxatni kim o'qir? Yo'qlovi unda. Egarning ustida o'ltirsa hamki, otni kim boshqarar? Jilovi unda. Bugunga shular. Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.